Akalar bugun sizlarga mana tomoshaga tashlashga nimasi bo'ladi. Ilindim sizlarga. Buket degan sog'lig'imiz. Buyruqqa primoy qizi. Qulog'i 24, uzunligi eni 11, bo'yni balandligi 92 chiqdi. Sog'lig'imiz 6 tish bo'ldi. 2 marta tuqqan sog'liq. Kastaklari, formalari shidoda. Xuddi korobka sog'liq bor. Hammani qo'lasiga shunaqa dodalar nasib qilsin inshaalloh. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kallani garbanosligi. Kalla uncha qo'chqorda bunaqa peredo yo'q ham qaraydi peredon. Mashalloh. Bu sog'lig'imiz xudo xolasa 3-chisiga Phoenixdan qochdi. Xudo xolasa bo'lsin inshaalloh. Phoenixdan qanaqa bola berishini ko'ramiz endi. Ko'ring mashalloh, qo'sdan okam bilan farq sog'lom mana. Sog'liq vashi karabil bo'lyapti. Aka nima dedingiz? Hozir yunglarni olib chiroyli qilib qo'yamiz, borib kuzga tayyorlab. Mashalloh.